Abuski. Uyimizda sovchilar tinmayapti. Ertaga uchrashuvga chiqaman. Bugun menimcha oxirgi ko'rishishimiz bo'lsa kerak. Tep ketyapsan, bo'ldimi? Aytmadingmi, yigitim bor. Ha, sen shundoq qaytara olmadingmi sovchini? Bir og'iz ayta olmadingmi? Ha? Men sizda ko'nglim yo'q. Men uni yaxshi ko'raman deb bundoq bir gapirmadingmi? Men qanaqa qilib bunaqa deyman? Tiling, zaboning bo'lsa sovchilarni shundoq qaytarib yuborsang bo'lmaydimi? Yo'q, men sevmaysanmi sen? Nechta sovchini qaytaring? Bu safar oyim oldimdan jilmasdan o'tirdilar uchrashuvda. G'ing deya olmadim. Ha, o'zingiz o'sha sovchini bir marta bo'lsa ham jo'natmadingiz-ku? Yo'q, qanaqa qilib jo'natdik hozir? Meni oldimda akam bor. Uni ustiga bor, hozir sharoitim yo'q, senga uylanishga. Shu azina bundoq sabr qilib tursang bo'lmaydimi shunaqa paytda? Ha? Yo, nima shunchalik kutib tura olmayapsanmi? Ha? Ozgina sabrli bo'lib turgan, sabr qilib tursang hammasi yaxshi bo'ladi. Abuski, men kutib turaveraman. Uyimdagilar kutishmayapti o'zi. Yoshing o'tib qolibdi deb. Yo'q-ey. Bo'pti, bundoq qilamiz dedi. Xullas, sen o'sha bolaga borib aytasan. Meni yigitim bor, to'y to'xtat deysan. Men seni sevmayman, meni o'zim yaxshi ko'rganim bor deysan. Agar yo'q, baribir uylanaman, u bu deydigan bo'lsa, mayli, shundoq to'ydan keyin qaytib kelsam, men o'zim sen bilan yana birga baxtli hayot kechiramiz. Shunaqa qilsang bo'ladi lekin. Xo'p. Mayli. Yuring. Kayfiyatim tushib ketdi. Muzqaymoq yegani boramiz. Bo'pti, mayli. Faqat pulni sen to'laysan. Chunki sen meni bugun xafa qilding, ani yigit gapirib, xullas ketdi, yur. Xo'p. Umra ziyoratiga borsangni Uza Airways'da uchsang, servis xizmati a'lo darajada bo'lsa, men ham borardim umraga deb niyat qilib yurgan insonlar uchun alohida bitta zo'r yangilik. Real Dreams Tour operatorligi tomonidan umra ziyoratingizni bexavotir amalga oshirsangiz bo'ladi. Chunki bu tur operatorligi umra ziyorati tadbirlarini amalga oshirish litsenziyasiga ega. Reyslarimiz juda ham ko'p, har chorshanba kuni parvoz etishingiz mumkin. Hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va umra ziyoratiga yo'l oling. Nima chaqirdingiz? Aytmayman dedim. Qarasam aytmasa bo'lmasa. Nimaga? Men sizga turmushga chiqa olmayman. Meni o'zim yaxshi ko'rganim bor. Ota-onam majburlashgani uchun mayli deb uchrashuvga chiqdim. Shuni voqlayapsizmi? To'yga bir hafta qolgan bo'lsa, hamma narsalar tayyor qilib bo'lingan. Buni iloji yo'q-ku. To'yxona, hamma narsa gaplashib qo'yilgan-ku. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Nimaga tushmaysiz? Mayli, to'ydan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Shunaqa deng. Yoshlikda o'ldim, kuydim degan narsalar hammada bo'ladi. Menda ham bo'lgan. Yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolisa. Yaxshi. To'ydan keyin hayot boshqacha bo'ladi. Xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi. O'ziga qarang. O'rtoq, mana yaqinda to'yim bo'lsa, Abbos bilan birga gaplashishni bas qilarsan? Jinnimsan? Nima bas qilaman? To'ydan keyin sraz ajrashib kelaman-da. Abbos akam bilan yana birga bo'lamiz. Bo'lmasa nega Abbosga tegmayapsan? Meni yoshim o'tib ketyapti deb uyimdagilar majburlayapti. Abbos uydagilar bo'lsa hali uylanmaydi. Oldida hali akasi ham bor uylanmagan. Unda qanaqa ajrashib kelmoqchisan? To'ydan keyin shunaqa qilamanki, erim o'zi meni javobini berib oladi. Tavba qil. Rafsangiz? 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 Eshitmayaptimi? Rafsangiz? Rafsangiz? Nimaga boydan biri chaqiraman? Eshitmayapsanmi? Senga gapiryapman.
Eshitmoqman. Nima qilyapsan bitta o'zing bu yoqda? Miyamni tinchlantirib o'tiribman. Tushunmadim. Nima ish bo'ldi miyani tinchlantiradigan? Hech nima. Men senga aytgan edim kecha o'tirishim bor ertaga kiyimlarimni yuvib qo'ygan deb. Hali ham yuvmabsan. Nima kiyib boraman men endi? Senga gapiryapman. Hozir yuvib qo'yaman. Yuvganing bilan qurimaydi endi hozir. Turishini qara. Umuman mani didimdagi odam emas. Abbos akam 1000 marta yaxshi edilar. Ular mani ko'nglimga qanaqa yo'l topishni bilardilar. Bular ham yaxshilar. Mani xursand qilishga harakat qiladilar. Lekin ko'ngilda bo'lmasa hamma narsa bekor ekan. Odam hayotga bir marta keladi. Unda o'zi xohlaganda yashash kerak. Ey Xudo, o'zing kechirgin. Allo, Alo. Abbos aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Zo'r tanimadim, kim bu? Men Ravsangizmi? Sanmisan? Tuzumsan? Ne telefon qo'ysan, tinchlikmi? Sog'indim. Shunaqa degan. Siz bilan ko'rishib gaplashib bo'ladimi? Bo'pti, bo'ladi qachon? Ertaga Hop, soat 12larda. qayerda ko'rishamiz? Eski joyimizda. Bo'ldi, men soat 12da o'taman. Ko'rishamiz. Xo'p, Bo'pti, charchama. kutaman. Hop, charchama. Olib kelgan gulim yoqdimi? Bo'ladi. Lekin menga ko'proq atirgul yoqardi. Meni keyin safar atirgul olib kelaman. Bugun qarindoshlar bilan o'tirishimiz bor, bilasan-a? Hamma xotini bilan boradi. Esingdami? Men bormayman. G'iybatchi qarindoshlaringiz bilan bitta joyda o'tirmayman. Nuqul o'tirganimizda kimdir gapirishadi, g'iybat qilishadi. Menga yoqmaydi unaqa joylar. Men bitta o'zim bormayman-ku. Siz ularni bilmaysiz-da. Bir-birini chaynagan. Miyalarim og'rib ketadi. Endi ayollar to'plangandan keyin bilasan-ku, u yoqdan bu yoqdan gaplashishadi-ku. Umuman yoqmaydi menga shu qarindoshlaringiz. O'zingiz borib kelavering. Men bormayman. Mayli endi bormasang, majburlashuv, o'zim borib kelaveraman. Qizlar sevmay, rozi bo'lmay, baxt uyi hech buzilsin. Tushunmadim. Nima menmi? Kim bu? Kim bilan SMS'lashib yuribsan? Bir kuni bilishingiz kerak edi. O'sha kun bugun ekan. Men sizga oldin ham aytganman. Yaxshi ko'rgan insonim bor deb. Bu o'sha odam. Ota-onam sizga majburlab berishgan. O'zimga qolganda ikki dunyoda ham sizga tegmasdim. Sizni ham baxtsiz qilmasdim.
ataylab siz aytganingiz qilmayman. Jahli chiqib, uydan haydab borarmikindim. Men baxtli bo'la olmayman. Javobimni bersangiz, ketaman. Siz ham, men ham baxtli bo'laylik. Mani kechiring. Yaxshi keldingizmi? Nega chaqirding o'zi? Anaqa ajrashish uchun hamma narsa qilyapman. Erim jahlini chiqarish uchun har balo qilib ko'rdim. Allaqachon mendan ko'ngli ham sovuq bo'lgandir. Yaqinda javobimni beradilar. Yana birga bo'lamiz-ku. Tayyorgarligingizni ko'ring demoqchi edim. Jinnisan sana? Ha? Tavba qildim. Qaraq qilib harakatimni qilaman. Demasam menga o'ynash bo'lmoqchimisan? Harakatingizni qilamiz. Nima men senga uylanaman. Jinnimisan sen ota-onamga nima deyman? Er ko'rgan qizni yaxshi ko'rardim. Uylantiring shunga deymanmi? Kallang joydamizani qaysi kalla bilan gapiryapsan bu narsani? Axir o'zingiz o'zingiz qilma. O'sha paytda gap yo'q edi, prosta hazillashib aytib qo'ydim men senga. Qattan bilayman, seryozni o'g'rishingni. Tuppa-tuzu o'zingning oilang bor, ering bor. Barobarman menimki chaqirib olib, normalniy yashasang nima yetmaydi senga? Tavba qildim. Harakatingizni qiling. Va nima, men kelib endi erkak urganga uylanaman. Hech qachon. Meni ham o'zimga yarasha orzu havasim bor. Tavba qildim. odam emas ekansan. Odam menmi, senmi? O'lganing yaxshi bunaqa qilib. Eri bor odam bo'lib turib, boshqasini oldiga olib, harakatingizni qiling, ajrashamanmiz. Oilani qadriga yetmagan. Ahmoq. Assalomu alaykum otasi. Okey. Mani kechiring. Men turmush, oila nimaligini bilmasdan sizni ko'nglingizni ko'pordibman. Men xato qilgan ekanman. Sevgi yo'q narsa ekan. To'ydan keyingi sevgi haqiqiy sevgi bo'lar ekan. Agar meni kechirsangiz, siz xohlagandek ayol bo'laman. Iltimos, meni Alloh uchun kechiring. Mayli.